Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Hakim Sino klinikasi shifokori, oliy toifali endokrinolog Nargiza Abdusalomovna. Assalomu alaykum Nargiza, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum Azizaxon, yaxshimisiz? Taklif uchun rahmat sizga. Sizga kelganingiz uchun ham rahmat. Endi bugun qaysi mavzuda gaplashamiz Nargiza opa? Bugun deyarli ko'p uchraydigan va hammaga qiziq bo'lgan yog'li gepatoz va qandli diabet haqida gaplashmoqchi edim. Juda ham yaxshi. Xalqqa tushuntirib bermoqchi edim. O'sha holatni sabablari va qaysi asoratga olib keladi, davolash qanaqa usullari bor, o'shani haqida gaplashmoqchi edim. Juda ham yaxshi. Nargiza opa, o'zi mana endokrinologik muammolarni jigar bilan bog'liqligi nimada? Shuni oddiy tilda tushuntirib bering bizga. Bilasizmi Azizaxon, dunyoda hozir qandli diabet chalingan bemorlar soni keskin ko'tarilmoqda. Albatta shu bemorlarning orasida yog'li gepatoz bilan bemorlar 50-70% uchrashadi. Ya'ni qandli diabet va yog'li gepatoz birga yuradi. Shu ikkita muammoni, katta muammolar sababi insulin rezistentlik holat. O'shaning haqida men tushuntirib bermoqchi edim xalqimizga. Xo'p, demak, qandli diabet bo'lgan odam yana yog'li gepatozni ham o'ziga qo'shimcha qilib orttirib olishi mumkin. Ya'ni qandli diabet chaqiradi demoqchisiz, shunaqami? Shunaqa ham desa bo'ladi, lekin boshida o'tsak, shunaqa savol tug'iladi. Nima birlamchi qandli diabet yoki yog'li gepatoz? Shunaqa. Shu savolga nima birinchi, tovuqmi yo tuxummi desak bo'ladi. Albatta yoki qandli diabet birinchi bo'lsa, kelajakda yog'li gepatoz paydo bo'ladi shu bemorda. Yoki agar boshida yog'li gepatoz urchilishgan bo'lsa bemorda, albatta kelajakda qandli diabetga ham o'tishi mumkin. Ya'ni bu ikkita muammo bir-biriga bog'liq bo'ladi, как yopiq zanjir bo'ladi bir-biriga o'xshagan. Nargiza opa, o'zi hozir aytdingiz, qandli diabet, yog'li gepatoz. Va bularni sababini insulin rezistentlikka bog'ladingiz-da. Ya'ni insulin rezistentlik bo'lgandan keyin u ikkisidan biri yoki ikkisi ham kelib chiqadi, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Unda insulin rezistentlik o'zi nima? Shu haqida umumiy ma'no bering, bir tushuncha bering. Insulin rezistentlik holatini hozir oddiy so'zida aytib qo'ysam, eng boshida tushuntirib bermoqchi edim. Bizning tanamizda oshqozon usti bezi bor. Bu bezimiz endokrin bez hisoblanadi va bu bezimiz insulinni ishlab chiqaradi. Insulin albatta bizga nimaga kerak? Insulin gormonimiz bizning qonimizda glyukozani, ya'ni uglevodlarni almashuvini boshqaradi. Ya'ni biz masalan ovqat yeymiz, ovqatimiz tarkibida har xil moddalar bo'ladi. Ya'ni uglevod, oqsil bo'ladi, yog' bo'ladi. Shu insulinimiz uglevodga ta'sir qiladi. Ovqatimiz tarkibimizda o'sha uglevodlar ko'paygan bo'lsa, ya'ni masalan osh yoki xamirli ovqat deymiz, Nonlar demak. Nonda albatta o'sha uglevodga boy ovqatni yeganimizda, albatta oshqozon usti bezi insulin ko'p ishlab chiqaradi va tanamizda, jigarimizda, mushaklarimizda va yog' to'qimalarimizda insulinga sezuvchanlik retseptorlar bor. Oddiy so'zda aytsam, insulinga sezuvchanlik narsa bor. Insulin sahrlarni qondan oladi va jigarga, mushaklarga va yog' to'qimalariga olib kelish kerak. Ya'ni tarqatadi ham. Tarqatadi. Именно shu hujayralarga insulin taniydi. Shu hujayralar o'zini eshigini ochadi va glyukoza shu hujayralarning ichiga kirib, hujayralar uni quvvatga aylantiradi. Yarmini zaxira bo'lib turadi jigarimizda, mushaklarimizda va yog' to'qimalarimizda. Masalan, ovqatni yuramiz, ro'za tutamiz, biz birdan o'lib qolmaymiz, bizda zapas bor. Lekin agar biz noto'g'ri ovqatlanamiz, bizda agar kam harakatli bo'lsa, ya'ni uglevodga boy ovqat yesak, o'sha retseptorlar insulinlarni tanimay qoladi. Va insulin qonda oshadi va glyukoza oshadi, ya'ni hujayraga kirmaydi. Ortiqcha glyukoza yog'ga aylanadi. Jigarga ham boradi, semirishni boshlaymiz. O'sha holat insulin rezistentlik holat, oddiy so'zida aytsa bo'ladi. Tushunadi. Ya'ni tanada oshib ketadi o'sha miqdor. Insulin ham oshadi, glyukoza oshadi, ya'ni hujayralarning ichiga kirmasdan yog'ga aylanadi. Va shundan keyin ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Ortiqcha vazn yog'li gepatoz paydo bo'ladi. O'sha yog'li gepatoz ba'zi paytlarda qandli diabet qo'zg'atadi.
albatta ham insulin rezistentli holat, ham yog'li gepatoz, ham qandli diabet bir-biriga bog'liq bo'ladi. Jigar inson salomatligining asosiy tayanchlaridan biridir. Uning to'g'ri faoliyati butun organizm holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hakim Sino-gepatologiya markazi jigar kasalliklarini aniqlash, nazorat qilish va zamonaviy usullar asosida davolashga ixtisoslashgan tibbiy markazdir. Bu yerda 35 yillik tajribaga ega professor va oliy toifali shifokor gepatologlar faoliyat yuritadi. Markazda tashxis jarayonlari xalqaro standartlarga mos holda olib boriladi. Hakim Sino-gepatologiya markazi zamonaviy fibroskan uskunasi bilan jihozlangan bo'lib, u jigar holatini og'riqsiz, tez va aniq baholash imkonini beradi. Shuningdek, markazda so'nggi avlod UZI apparatlari yordamida yuqori aniqlikdagi tekshiruvlar amalga oshiriladi va kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi. Bemorlar qulayligi uchun Hakim Sino-gepatologiya markazida call center xizmati faoliyat yuritadi. Operatorlar barcha savollaringizga aniq va tushunarli javob beradi. Sog'lig'ingizni nazoratga olishni va tekshirishni ortga surmang. Hakim Sino-gepatologiya markazi. Murojaat qiling va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yuqoridagi savolga qo'shimcha aytib o'tsam, oldingi paytlarda, oldingi davrlarda insulin rezistentlik holatiga ko'pincha endokrinologlar e'tibor bergan. Hozir esa ham gepatologlar, ham kardiologlar e'tibor beradi. Ya'ni insulin rezistentlik holat ko'p muammoga kelib chiqadi. Bizda vrachlarda, tor mutaxassislarda klinik rekomendatsiyalar bo'ladi. Qandli diabet, jirovoy gepatoz, yurak qon kasalliklari bu multidistsiplinar muammo hisoblanadi. Ya'ni xalqaro klinik rekomendatsiyalarda, masalan, endokrinologlarda yog'li gepatoz qo'shimcha davolangan choralari ham qo'shilgan. O'shaning uchun ham yog'li gepatoz, ham qandli diabet gepatologlarga ham qo'shilgan. Klinik rekomendatsiyalarda. Albatta yog'li gepatoz va qandli diabet yurak qon kasalliklariga olib keladi. Albatta shu kardiologlarda klinik rekomendatsiyalarda qandli diabet va yog'li gepatoz haqida rekomendatsiyalar ham qo'shilgan. Ya'ni 3 ta spetsialistlarimiz hozir bitta muammoga juda e'tiborli bo'lish kerak. Ya'ni bitta bemorga 3 ta tor mutaxassis e'tibor bo'lish kerak. Shunda 3 ta spetsialist dedingiz-ku, ya'ni endokrinolog, kardiolog hamda gepatologlar bitta kasallik bilan ishlashyaptimi? Albatta. Ya'ni bemor hozir 3 ta spetsialistga ham murojaat qilishga majbur bo'ladimi shunda? Albatta, chunki insulin rezistentlik holat o'sha 3 ta muammoga kelib chiqadi. Nega sabab ko'pchilik mana shu insulin rezistentlikni shunchaki bir oddiy semizlik deb o'ylaydi. O'zi bu tanaga qanaqa ta'sir qiladi? Organizmimizga qanaqa salbiy tomonlari bor? Albatta insulin rezistentlikni holatidan keyin semizlik bu birinchi qadam bo'ladi va semizlikdan keyin muammolar kuchayib ketadi. Semizlik, insulin rezistentlik birinchi qadam dedingiz-ku. Undan keyingi qadamlar qanaqa bo'ladi? Semizlikdan keyin tanamizda boshqa problemalar boshlanadi. Ayniqsa hozirgi ko'p mavzumiz yog'li gepatoz haqida gaplashamiz. Insulin rezistentlik holatini modeli, ya'ni glyukozani almashuvi buziladi. Ortiqcha glyukoza yog'ga aylanadi. Yog'li gepatoz boshlanadi. Bu nima degani o'zi? Bu tanamizda o'sha jigarni hujayralarning ichida yog' to'planadi va o'shani yog'ini ichida erkin yog' kislotalar ko'payadi. Ya'ni shu yog' kislotalar yomon xolesteringa aylanadi. Albatta shu yomon xolesterin qon tomirlarining shilliq pardasini yomonlashadi. Ya'ni yallig'lanish paydo bo'ladi qon tomirlarda. Shu holat kelajakda qon tomir kasalliklariga olib keladi. Ya'ni arterial qon bosimi oshadi. Ateroskleroz boshlanadi. Aterosklerozdan keyin aterosklerotik bilashqalar paydo bo'ladi. Qon tomirimizda yopishib qoladi. Qon yurakka kelmaydi, qon miyaga kelmaydi. O'shani asoratda infarkt va insult. Ya'ni oddiy insulin rezistentlik holat qon tomir kasalliklariga ham olib keladi. Yana qo'shimcha aytib o'tsam, bepushtlikka ham olib keladi. Insulin rezistentlik holat semizlikdan boshlanadi va o'sha insulin rezistentlik holat bepushtlikka olib keladi ayollarimizda va erkaklarimizda. Qaysi sababdan desangiz, qancha insulin ko'paysa, shuncha o'sha ayol tuxumdonlarida testosteron gormonini oshirishiga sababchi bo'ladi. Erkaklarda qancha insulin rezistentlik holat og'ir bo'lsa, semirish boshlansa, bel aylanishi ko'paysa,
o'sha belgilar testosteronni pasayishiga kelib chiqadi. Ya'ni ikki tomonlama ayollarimizda ham, erkaklarimizda ham bepushtlik paydo bo'ladi. Nima desak, bitta insulin rezistentli holat qancha muammolarga olib keladi. Qandli diabet, javoy gepatoz, bepushtlik, yurak qon tomir kasalligi. Jigar inson salomatligining asosiy tayanchlaridan biridir. Uning to'g'ri faoliyati butun organizm holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hakim Sino gepatologiya markazi jigar kasalliklarini aniqlash, nazorat qilish va zamonaviy usullar asosida davolashga ixtisoslashgan tibbiy markazdir. Bu yerda 35 yillik tajribaga ega professor va oliy toifali shifokor gepatologlar faoliyat yuritadi. Markazda tashxis jarayonlari xalqaro standartlarga mos holda olib boriladi. Hakim Sino gepatologiya markazi zamonaviy fibroskan uskunasi bilan jihozlangan bo'lib, u jigar holatini og'riqsiz, tez va aniq baholash imkonini beradi. Shuningdek, markazda so'nggi avlod UZI apparatlari yordamida yuqori aniqlikdagi tekshiruvlar amalga oshiriladi va kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi. Bemorlar qulayligi uchun Hakim Sino gepatologiya markazida call center xizmati faoliyat yuritadi. Operatorlar barcha savollaringizga aniq va tushunarli javob beradi. Sog'lig'ingizni nazoratga olishni va tekshirishni ortga surmang. Hakim Sino gepatologiya markazi. Murojaat qiling va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, demak, insulin rezistentlik faqat semizlikka olib kelmaydi, to'g'rimi? Juda ham jiddiy sabablarni sanadingiz siz hozir. Bepushtlik, ikkala jinsda ham, yana kardiologik muammolar, qon tomir kasalliklari ham bo'lib o'tdi o'rtada. Mana shu qandli diabet hamda yog'li gepatoz asosan qaysi toifadagi odamlarda ko'proq uchraydi? Xavf guruhiga kiradigan odamni olsak, eng birinchi o'rinda ortiqcha vazn bemorlar hisoblaydi. Ammo ikkinchi o'rinda albatta kam harakatlik, ya'ni jismoniy faollik kam qiladigan bemorlarimiz. Ya'ni masalan, bemorlarda eng yaqin qarindoshlarda qandli diabet uchrashgan bo'lsa, albatta shu bemorimiz xavf guruhiga kiradi, shu odam xavf guruhiga kiradi. Yana shunaqa gestatsion qandli diabet degan narsa bor. Ayollarimiz agar tug'ish paytida 4 kilo yoki 4 kilodan oshiqroq bolani tuqqan bo'lsa, kelajakda u qandli diabetga moyillik bo'ladi. Shu ayollarimizda ular ham xavf guruhiga kiradi. Ya'ni kelajakda shu odamlarda, shu bemorlarda ham qandli diabet, ham yog'li gepatoz rivojlanishi mumkin. Ya'ni ayollardami, o'sha tuqqan ayoldami? Da, 4 kilo va 4 kilodan oshiqroq. Chunki gestatsion qandli diabet bu diabet beremillik deymiz. Chunki homilador paytida ayollarimizda qo'shimcha yo'ldosh paydo bo'ladi. Bu yo'ldosh ham bolani, homilani, ham ayollarni bog'lanadi qon bilan. Shu yo'ldosh har xil gormonlarni ishlab chiqaradi va ba'zi gormonlar o'sha insulin rezistentli holatida olib kelishi mumkin homilador paytida. Gestatsion qandli diabetda glyukoza almashuvi buziladi. Ya'ni insulin rezistentli holat boshlanadi. Shu ayollarimizda bola, ya'ni tug'ish paytida farzand 4 kilo va 4 kilodan oshiqroq paydo bo'ladi. Kelajakda shu ayol qandli diabetga moyillik bo'lishi mumkin. Endi siz sanab o'tdingiz, shu holatlarda biz o'zi qanaqa tekshiruvlardan o'tishimiz kerak? Endi bemorlarimiz qanaqa analiz topshirishlari kerak? Nima qilishimiz kerak o'zi? Birinchi o'rinda analizdan topshirishdan oldin bemor tor mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Ya'ni endokrinolog shifokoriga, gepatolog shifokoriga murojaat qiladi va tor mutaxassislar shu bemorni yo'naltiradi. Asosan albatta qon topshirish kerak. Insulin, homil indeks, glyukoza doyida topshiramiz va turli xil bioximik natijalarni bilishimiz kerak. Tushunarli. Faqat qon topshiriladigan analizlar aytdingizlar. Bizga o'sha ultratovush tekshiruvlari, fibroskanal aniq natijani bera oladimi yoki ular yetarli emasmi? Yo'q, bu ham qo'shimcha. UZIda, ya'ni ultratovush tekshiruvda bemorlarni albatta jigarini, ichki organlarini ko'ramiz. Jigar kattalashgan bo'lishi mumkin yoki ya'ni boshida jigar yog'li gepatoz UZIda boshida agar endi boshlanishi bo'lsa, UZIda ko'rinmasligi ham mumkin. Shuni hisobiga yana chuqur tekshiruvlar bor, ya'ni fibroskan yoki elostografiya deymiz. Shu tekshiruvda o'sha bemorlarni chuqurroq tekshiramiz, ya'ni yog'li gepatoz darajalarini bilishimiz mumkin va qotishini, fibrozini bilsa bo'ladi fibroskan bilan. Nargiz opa, mana qandli diabet, yog'li gepatoz, undan tashqari insulin rezistentlik haqida gaplashdik-da.
Endi buni bizga qiziq tomoni qanday oldini olsak bo'ladi? Sizning tavsiyalaringiz qanaqa bizga? Endi yuqoridagi gaplarga qaytadigan bo'lsak, insulin rezistentlik holatini oldini olish uchun qoidalari bor. Eng birinchi qoida bu to'g'ri ovqatlanish. Va asosiy shunga e'tibor beramiz, chunki boshida aytib qo'ydik, insulin rezistentlik holat, ya'ni insulin oshirishi bu noto'g'ri ovqatlanishdan boshlanadi. Bizlarning vazifamiz bemorlarga tushuntirib berish, uglevodga boy taomlarni, ya'ni xamirli ovqatlar, gazli ichimliklar, shirinliklar, o'shani maksimalni chegaralash kerak yoki iloji bo'lsa hayotdan umuman yo'q qilish kerak. Ikkinchi qoida bu jismoniy faollik deymiz, ya'ni maksimalni harakat qilishimiz kerak. Qancha mushaklarimizni ko'p ishlatsak, shuncha hujayralar retseptorlari insulin sezuvchanligini oshiradi. Insulin hujayralar sezib, glyukoza mushakka kirib, mushaklar glyukozani quvvatga aylantiradi. Ya'ni yog'ga emas, quvvatga aylantirib, mushaklar glyukozani quvvatga aylantiradi va insulin va glyukoza o'zidan pasayadi. Ya'ni birinchi o'rnida dorilar emas, birinchi o'rnida sog'lom hayot tarzi. Tashrifingiz uchun qattiq rahmat. Biz uchun juda ham bir manfaatli va qiziqarli mavzu bo'ldi. Rahmat Azizaxon. Xalqimiz uchun manfaatli bo'lsa ham xursandman. Sog' salomat bo'linglar. Jigaringizni Hakim Sino bilan asrang. Agarda sizga qiziq mavzular bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiring va albatta kelasi ko'rsatuvlarimizda biz shu mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz.